Qaysi pulingga? Mashinalarim sotdim. Sardor ey. Stavkam yana o'tmabdi. Qanaqa stavka? Menda dejavu bo'pti. Dejavu? Nima u? Dejavu degani bu hozir bo'tgan narsalar oldin ham bo'lgandek tuyuladi. Bilidorsiz. Fransuzcha o'rganyapsanmi? Yo'q, misol uchun qaranglar, mana orqamda ketayotgan bolani qo'lda istagan tushib ketadi hozir. Icho tasodif bo'lib qolish. Tasodif bo'lib qoldi. Hozir охранник ratsiyasini olib nimadir deydi hozir ratsiyasiga. Voy. Qatdan bilding-san? Sakot. Bahsa bilan o'ynayapti. Tez tushunchi bo'ladi. Uyimni tikaman. Tezroq, tezroq. Sen hammasini ko'ryapsan, bilasan stavkani. 2-0. Voy 2-0 ga 500 million. Tik koefitsient uyimni tikaman. Uyini. Vallahi hozir nimadir yomon narsa bo'ladi, vallahi. Nima bo'ladi? Sezonman. Bola! Sato stavka o'tdi. Bo'pti, Jalol gaplashamiz. Davay, o'rtoq gaplashamiz. Ukam, nonga yordam qor. Ha, amaki, mana. Qatga ketyapsan. O'qishga ketyapman, anaqada IT'da o'qiyman, amaki. IT shikola. Men ham IT'da o'qiganman. Jaloliddin. To'xtang, siz ismim Jaloliddinligini qayerdan bilasiz? Siz ismimni bilasiz. Siz ham IT o'qiganman deyapsiz. Ha, men bu hamma faqat kelajakda. To'xtang, qilib mana shunaqa pomosh bo'lib qolib ketmaymanmi kelajakda? Конечно, biz вообще boyib ketamiz. Ko'rmayapsanmi? O'tmishga qaytib kelganman. Hammaga emas bu. Yo'q-e. Bu yerda meni hech kim tanib qolmasligi uchun mana shunaqa pomoshga o'xshab kiyinib olganman. Bilin, siz menga o'qishga jostki motivatsiya berdingiz, lekin bora hozir точно borib yaxshilab o'qiyman. Jaloliddin. Voy, meni ketadigan vaqtim bo'pti. Kesani bir quchoqlab qo'yib ketishimdan oldin. Keling. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'qigan. Mayli. Bilin, telefonimni chopib ketibdi. 35 dan o'tib qarib o'ylansang nimalar bo'ladi? Kuyov jo'ralaring ham xunuk qorin qo'ygan bo'ladi. Yo'q, mana yoshroq ham bor ekan. Yo'q, men adam o'rnlaridan keldim. To'yga taklifnoma